Assalomu alaykum, Katiolus kanalining hurmatli tomoshabinlari. Biz Andijon viloyati Marhamat tumanidamiz. Qovunchi mahalla fuqarolar yig'inida 200 kvadratli xonadonga qish mavsumi uchun foydalanadigan isitish tizimimizni o'rnatib berdik. Bu xonadonimizga o'zimiz ishlab chiqargan yangi 20 kilovatlik atrofi utepленный ko'mirli kotelimizni o'rnatdik. Hamda 9 ta shunaqa har xil razmerdagi panelli radiatorlarni o'rnatib berdi. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Bez nasos suvni qaynash hisobiga o'zi tabiiy sirkulyatsiya bo'ladigan sistema qilib berdik. Bu 200 kvadratli xonadonimizga isitish tizimiga nimaki ketsa, xonadon egalarini ovora qilmasdan hamma narsani o'zimiz komplekt olib kelib ustanovka qilib berdik. Hozir video davomida kotelimizning narxi, demaxotimizning narxi, o'sha 9 ta radiatorimizning narxi va qancha xizmatimiz bo'ldi. Mana shu общий xonadon qancha pulga tushganini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoga like bosishni unutmanglar, kanalda mehmonlar albatta podpisatsiya tugmasini bosib, shunaqa xizmat oqtarib yurgan tanishlarga shu videoda jo'natib qo'yamiz. Kim shunaqa xizmatlar kelsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveramiz. Biz santexnik brigadamiz, o'sha xonadonlarga tizimini o'rnatadigan brigadamiz. Faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Vodiydan tashqarida biz asosiy yo'nalishimiz gazlashtirilmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli kotellar ishlab chiqaramiz. Bizda o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli kotellar hamda rossiyskiy, turetskiy har xil zavodskiy kotellar bor. Videoda oxirigacha ko'rib turinglar. Shu xonadon qanchaga tushganini sizlarga aytib o'tib ketamiz va sizlarda xonadonlarga ham isitish tizimi o'rnatilmagan bo'lsa, shunaqa proyektga tushgan bo'lsa, qancha pul ketganini bilib olasizlar. Xo'p, isitish sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga o'zi tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi va qo'shimcha bitta yana obratkaga sirkulyatsion nasos o'rnatib qo'ydik. Bu foydasi, misol uchun samotok sistema 80-90 gradusda sirkulyatsiya bo'lsa, kuz-bahor oylarida kunlar isib ketadi. Shuning uchun kotelni past 40-50 gradusda ishlatsangiz va shu sirkulyatsion nasosni qo'shib qo'ysangiz, 40-50 gradusda ham xonadonningizni bemalol isitib turadi. Shuning uchun bitta sirkulyatsion nasos o'rnatib qo'ydik. Bu xonadonimizni tanishtirishdan oldin kotelni va demaxotni sizlarga tanishib o'taman. Bu 20 kilovatlik atrofi utepленный kotelimiz narxi 8 million 800 ming so'm bo'ldi. 2 metr teplanmenlikka 45 kilogramm ko'mir sig'adi bunkeriga va tepadan yonuvchi atrofi utepленный kotelimiz mana. Mashetdan ko'mir solib, tepasidan yoqib qo'yiladi va original termostat bor. Shuni 50, 60, 80 ga qo'ysangiz, o'sha gradusdan o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. Shu gradus bilan bir xil ishlaydi. O'zini anaqa komplektda 130 vatli ventilyator bo'ladi. 4 eshikdan iborat kotelimiz. Bunisi kichkina luka 2 metr teplanmenlikni tozalash uchun mo'ljallangan. Bu 45 kilogramm ko'mir solib yoqish uchun mo'ljallangan. Pastda katta eshigi bor. Bu eshikni ochilganda kotelimiz водяной kolosnik trubni deyiladi. Mana shu yerdan ochganda ham turbani tepasida shlak-plak toshlar bo'lsa, shuni olgani foydalanib va pastdan kulini olishga mo'ljallangan. Bitta kichkina eshigimiz bor. Mana shu teplanmenlik tozalanganda mana shu yerdan musorlarni olinadi. Demaxotimiz nержавейка, ichi ham, tashi ham 06 lik toza nержавейка bo'ldi. Ichi utepленный sendvich. Bundan 3 dona qo'ydik bu xonadonga va tomdan o'tkazib yubordik. Har bir donasi 410 mingdan bo'ldi. 1 metr 20 santimetr bo'ladi. 3 ta qo'ydik. 1 million 230 ming bo'ldi demaxotni o'zi mana. Xo'p, sistema bittan samotok sistema bo'lib, bu tomonga ham o'sha 9 ta radiatorimizdan 2 tasi bu tomonga ham kirdi. Bu tomonga 7 tasi 200 kvadratli xonadonda ash kotelimiz isitib turibdi hozir. Endi 9 ta radiatorimiz santexnik magazinga qancha bo'ldi? 15 million 230 ming. 15 million 230 ming so'mlik radiator, sirkulyatsion nasos, turba, nimaki ketsa hamma narsa ketdi, to'g'rimi? Isitish tizimiga. Endi 9 ta radiator koteldan bitta tochka kiradi. 10 ta tochka qildiraymi? 10 ta tochka, bir dona tochka qanchadan bo'ldi? 450 dan bo'ldi. 450 mingdan samotok sistema, to'g'rimi? Samotok sistema bitta har bir radiatorni o'rnatib berish, koteldan bitta tochka kiradi. 4,5 million so'm xizmat olindi.
Endi kotyolimiz narxi 8 million 800 ming aytib o'tib ketdik. Dimoxodimiz 1 million 230 ming bo'ldi. Har bir donasi 410 mingdan bo'ldi. Komplekt hozir ko'mir olib kelinadi. Endi qish uchun bitta solib 45 kilogramm ko'mir, xudo xolasa 200 kvadratli xonadonimizga eng kami 20 soat avtomatik yonib beradi. Общий hammasini qo'shganlarida qancha bo'ldi? 29 million 760 ming. 9 ta radiator, kotyol, dimoxod 29 million 760 ming so'm bo'pti. Aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilarimiz, kimga shunaqa kotyollar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Biz santexnik brigadamiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqarida xonadoningizga sizga ma'qul bo'lgan klavatli kotyollarni xudo xolasa bepul dastavka qilib beramiz. Biz ishlab chiqarishimiz Farg'ona viloyatida. Biz showroomga kelmoqchi bo'lsalaring, rossiyskiy, turetskiy o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli kotyollar bor. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Pastdagi raqamlarga Telegramdan yozsalaring, xudo xolasa manzilimizni, lokatsiyasini tashlab beramiz. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videoga like bosib, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar va do'st tanishlarga shu videoda jo'natib qo'yasizlar. Andijon viloyati Marhamat tumani Qovunchilar mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldik. Videoga like bosib qo'yamiz.